Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. 25-aprel 2026-yil. Mana bugun navbatdagi Laboga ham chiroyli bo'lgan tunikani o'rab bordik. Laboni egalari Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida chiqibdilar. Laboni ichlariga polni shimizalatsiya qilib, pollariga choksiz variantdagi tunikalar qilindi. Har joylaridan konteyner pollar qo'yilgan. Penaflexlari, yo'llarigacha, pollarigacha polni shumka qilingan. Chak tomoniga esa akkumulyator zashta qiladigan sandiqlar qo'yib qo'yilgan. Mana holatda ochiladi mana. Arqonlarda o'zi solib qo'yildi. Akkumulyator bu yondan to'sadi ham mana. Suv urmaslik uchun, tosh segmaslik uchun qilinadi shu narsa. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Ikkala raqam ishlaydi, postoyanno ishlaydi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Bordon qishlog'i svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida o'rnatib beramiz, qotirib. Alohida sondiqlar sotiladi, alohida poliga rezinka, tomiga bagaj, orqasiga duvgalari ham alohida sotuvda bor. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Kamchiliklar bo'lsa kommentariy yozinglar. Do'stlarga, yaqinlarga, Laboga aka-uka tanish bilishlarga ushbu videoni jo'natishni unutmanglar. Kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar, salom.